o'zimni eng yaxshi ko'rgan modellarimdan bittasini hozir ko'rsatmoqman. Yaxshi ko'rgan modelimni o'tgan mana bu. Buni menga eng yoqqan tomoni, o'zim ham bittasini kiydim-da, shuning uchun aytayapman. Juda ham yengil oyoq kiyim. Men bu ko'rinishga nisbatan kiyganda menimcha bunaqa qulay oyoq kiyim yo'q bo'lsa kerak. Dizayni ham lekin boplagan. Endi buni men koja podошвalarini itib o'tirishga hojat yo'q. Chunki o'zi ko'rinib turibdi. Xullas, buni hamma razmerlari bor. Kimga yoqsa, kesinglar, razmerlarini olib beramiz. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi 3 million 200 ming so'm.